Salom, sizlar bilan Imron. Bu hayvon bo'lyapti, o'chining 4-qismi. Hozir sizlar bilan men bir o'yin haqida o'tgan ekan. Shunga biz kutib turamiz. Biz sabrlimiz. Hop, buguncha sizlar like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Va kommentga bundan keyin o'yinda nima o'ynashimizni yozib qoldiringlar. Keyin biz shuncha qo'llarimiz og'rib, shuncha ko'zlarimiz achishib qotgan videolarimizga bitta dona obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz shuncha videoni sizlar uchun qilyapmiz. Hali bu videolarning montajlari bor, hali joylarni kesib tashlashlari bor. Shunchalik biz sizlar uchun azob chekib qilyapmiz. Shuncha narsani sizlar shuni o'rniga bitta dona like bosib va obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yetadi, boshqa hech narsa kerak emas. Biz shunaqa mana shu videolarning ko'p qismlarini chiqazamiz. Qaysi biri bumi bu safar mashina tanladim men. Xo'p. Bu hayvon bo'lyapti, o'chin 4-qismida ishqilib yutiydi. Qirolli tojim yo'q endi. Kimda ekan bu? Tezroq kiraylik, ana men tanlaganimga kiramiz. Uf, nima bo'lar ekanman endi men. Samda bikinib turavering. Voy, shu ham bormi deya. Chiqib bu yaqin taraf. Voy, nari tarafda ekan. Ulisa ham topolmaydi mana bu. Tepaga chiqib qolamiz. Bu o'sham topolmaydi men. Aniq topolmaydi. Ashdan qarab turamiz. Ko'rmayman qilib. Ko'rib qolmasinmi? To'xtaylar, qanaqa ko'rsa bo'ladi? Ko'rmadim shu bitta. Voy, endi sizga nima bor ekan? Qani hamma qarab turaylikchi. Agar butga chiqayotganini sezsa, sразу mamdan butdan tushib ketamanmi? Chiqyaptimi? Voy. Bitta shunisi biladi bu. Chunki bu qanaqa oqson joyligini bilmaysizlar sizlar. O'tirdim. Shunday qilib bikinsa bo'ldi, ko'ramiz. Bu yaxshi. Shunday qilib ko'rib qo'yaylik. Joyimizga qaytamiz. Sizlar videoni shu joyda like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar. Chunki biz tezroq 10 mingta bo'lishimiz kerak. Sizlarga har doim aytganman, agar 10 mingtadan oshirib bersanglar, men yuzimni ko'rsatib video olaman. Xudo xolisa. Oy, ana. Tutamading, kel. Tutamading, kel. Kim yutdi? Manda emasmi? Mashina. Yo'q, bu mashina. To'xtayman, talaq qilsa bo'lardi hozir. Yes.
Ha. Maytga kirmadikmi? Anta turibdi, hozir ko'rib qoladi meni. Qanaqa bitinadi? Voy, ko'rib qoladi-yu. Voy. Voy, ko'rib qoldi. Kommentimda motivatsiya yozinglar, unda qanaqadir yutishim uchun menga motivatsiya beringlar. 5-videomda, 6-videomda menga motivatsiya bo'lsa, kommentga yozinglar. Men hozir bu anaqa nima desam, vaqt sal kamagandan keyin videoni yoqaman, hozir stop qilib turaman. Mana vaqt sal kamaydi, men videoni yoqdim. Hozir endi men tanlaymiz. Mana shuni tanladim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, endi ular keldi hammasi. Aha. İmam bo'ldi. 11 sekund bo'la qolgan. Mashina tanlaylar hamma mashina tanlasin. Mana bu mashina tanlaylar hamma. Men bu hamma bo'larkan men xo'sh. Shunaqa yurib turing endi. Voy, oldimdan chiqdinglar-ku. Balujon. Flamingo ana. Mantiqasi shiri bormidi? Ana g'ozni ham ko'rdim. Hammani ko'ryapman men. Bu g'oz qattiq endi. Mashqdanmi? Yo'q. Qattiq. G'oz mashqdaligini aniq bildim men. G'oz. Endi qarasam mana. Sana ketsin sen olsun. Şakayın sana. Sen gitip atıptım aşağı. Doğru. İyi korup kaldım ki. Tamam da sınıf kurulucu. Üstüm düşmedi. Bir balık bana bikin vakti. Bir kere sıkıt ki bikin olmaktan yürüktü. Balık attıydı endi. Yine yüzden. Mayli.
Hop. Ana endi bo'tga borsam bo'larmikan? Bu. Ha, videoni sizlar shu joyda like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezroq 10 mingtadan oshishimiz kerak. 10 mingtadan oshsa yuzimni ko'rsataman deb hammalarga va'da berganman. 10 mingta bo'lsa tezroq 10 mingta bo'lamiz deb xursand bo'laman men. Obuna bo'lsanglar undan ham xursand bo'lardim. O quyon ham yaxshi bu. Bu ham shunaqa ekan. Qanaqa rangda tursanglar, men bossanglar shunaqa rang bo'lar ekan. Men mana shu boraman. Topolmasa kerak. Bekor mana shu filni olib turibman-da. Mana topadimi? Chunki men filni kattaligini ko'radi. Anladim. Oy, o'ldirmay ketasan. Nima o'ldirasan? O'zi bechara bo'lyaptimmi? Endi o'ldirsang o'layman. Nima bo'lmayapti? Pul bilan cho'tka aralashtirmoqman. Ana, nima bo'lmayapti? Bu yana nima balo charchadimmi? Mam. Menimcha suman urib qo'ydi shekilli. Menimcha ko'p ko'chada yuraverganimga o'zi boshim og'riyotgandi. O'shaning uchun sizlar yana xato bo'lib qolmanglar deb mana video chiqazorman. Mazam bo'lmayapsa ham sizlar bilasizlar. Shunga ham like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda men xursand bo'lardim. Kommentga xohlasanglar, men o'ynagan o'yinlarimni ham, qolgan qismlarini ham yozsanglar bo'ladi. Misol uchun Brookhaven'ning boshqa qismlarini shuncha qismgacha ham qilishimni yozsanglar bo'ladi. Bo'laqa bo'ldi. Yetadi. Yaxshi bo'ldi, lekin tepada bo'lgani. Boshdan tezlik ketma. Oturmayapti. Bir to'xtab. Film mazza qilib yuribdimi deyman. Flamingoni ketanga yuribdi. Hozir buni berib qo'yaman. Asamga tegganni men kechib qo'ymayman. Atilla asamga tegayaptimi bu? Qanaqa o'ynab yurib?